Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ko'p yashang qizim, baxtli bo'ling. Oyijon, mana bu ikkita nonni ikkita qo'liga qistirib ko'tarib qo'yarkansiz. Yangi kelin barakasidan kelgan bo'lsin degan ma'noni bildirar ekan. Ha, yaxshi. Voy bolajonim, o'zing ko'tara qolgin, meni belim og'riydi. Bo'l, hozir. Qani. Voy. Yaxshi ham ko'tarmabsiz. Voy, shukrim. Voy bolajonim. Uyg'urlar suyaga og'ir bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'g'ri, bu kelin oshxonada nimalarni pichir qilib yuribdi? Ha, keliningiz oshxona jihozlari bilan tanishyapti, ya'ni salomlashyapti. Ularda shunaqa udumi bor ekan. Kelin poshsha nima qilyapsiz? Aka chay opa. O'zimizni shirchoyga o'xshar ekanda, a? Opa, bugun men Uyg'urcha lamon, go'stsay tayyorladim. Yeysiz? Yoqimli ishtaha. Chiroyli. Oling. Shunaqa achchiq qilasizlarmi ya ovqatni? Qora choyingmi, sutli choy. Voy, bu nima bola? Echkin terisi. O'tiring. Oyijon, mana bu spirga Ha? kelinni beliga 3 marta urib qo'yarkansiz. Nimaga? Bu kelinni beli baquvvat bo'lsin degan ma'noni bildirar ekan. Voy, mayli. 1, 2, 3. Ana. Bo'ldi. Opa, mant tayyor bo'l, yoqimli ishtaha. Voy. Bola. Dorixonaga chiqib hazm qiladigan dori olib kelmasang bo'lmaydi. Yana hamroq. Bo'ladi. Hey, qayoqqa? Bola. Nega deysan? Otingni aytmasdan hey deydi. Oyijon, Uyg'ur kelinlari erlarni deb chaqirar ekan. O'rganib ketdi. Voy. Bolajonlarim, shoshmanglar. Yomon ko'zlardan asrasin Isru Usmon. Ilohim, yomon nazarlardan asrasin, ko'z tegmasin bolajonlarim. Bu yerim bizda bor. Bor? Bor. Borri. Bor. R. Bor. R-dichi? Bor. 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 Bor.